oxirgi darsimizda tom masalasini gaplashgan edik. Tomni yopib endi bu yoqqa qiladigan ishimizni hozir bu darsimizda gaplashamiz. Uyi tomini yopib bo'lganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz nima? Agar bizani izolyatsiyalarimiz, podvallarimiz izolyatsiyalarini yaxshi qilib yopib bo'lgan bo'lsak, chetlarini, atroflarini yopib bo'lgan bo'lsak, endi ichkariga kiramiz. Ichkarida elektromontajdan boshlaymiz. Elektromontajni usti yaxshi bo'lishi kerak. Mani ustam men bilan ancha yildan beri birga ishlaydi. Xayrli. Mamtga qo'ysam nima deysiz mendan so'raydi. O'zi ham ideya beradi. Mamtga qo'yish kerak, mamtga qo'yish kerak. Ana o'shanda siz уже charchamaysiz bundan. Qiynalmaysiz ham. Bir xil ustalar mamtga qo'yib bering, mamtga qo'yib bering, chizib bering, menga ko'rsatib bering, yo bo'lmasa chizdirib bering deyshadi. Professionallar уже bir pasda bilishadi xatga nima qo'yishni, o'ziga ko'rsatib ketaverishadi. Mamtga uni qo'yamiz, nima deysiz maslahat qiladi. Bo'ldi qo'y desam, o'shani qo'yib ketadi. Keyin patologdan o'tkazish ham mumkin, devordan o'tkazish ham mumkin simlarni. Simni o'yinchoq narsa emas bu elektromontajda. Simni bilish kerak, qayerdan o'tganini videolarga olib qo'yish kerak iloji boricha. U sim o'yinchoq narsa emas edi. Devorga narsa mix qoqish bor, boshqa narsa qilish bor. Ana o'shanda uzilib ketishi mumkin. Mana mana shularga qattiq e'tibor berish kerak.